Ha, adashmasam janob merning uyi shu bo'lishi kerak. Qani kirib ko'raychi. Kamerasi yo'qmikan? Ha, mana shu sandiqda bo'lsa kerak hamma boyliklar. Voy, buning shuncha olmos bor ekan, yana xasislik qilishi ko'laymi? Qani, hech kim ko'rmadimi atrofga qarab? Tezroq qochib qolish kerak, yo'qsa kimdir ko'rib qoladi. Ha, juda ham maza qilib uxladim. Voy, quyosh chiqib ketibdimi? Ha, rostdan quyosh chiqib ketibdi. Qani, qurolimni olib tezroq ishga boray. Ya'ni meni janob urishmasin. O'sha yerda steyk yeb olaman. Mana. Yelak boylab oldinga, keyin esa chapga. Hay, janob ber, uzr kechikkanim uchun. Seni biror kun kechikmay kelgan kuning bormi o'zi? Janob uzr so'radim-ku, marhamat talab qilmasam kerak. Ha mayli, senga pul topshirig'im bor. Bir o'g'ri shaqar berining mol xazinasini o'g'irlab ketgan. Sen uni ushlab, tutib kelishing kerak. Yo'qsa janob ber bizning qamoqxonamizni yopib tashlaydi. Tezroq bo'l, senga yarim soat muhlat. Sizni tushunmayman. Tezda uni tutib kelaman. Menga ishoning. Do'stlar, ko'rdinglar, hozir menga janob topshiriq berdi. Men hozir albatta o'rin topaman. Sizlar o'rin topishni like, podpiskani bosib turinglar. Kommentga keyin video nima haqida bo'lishini yozib qo'yinglar. Men o'shaning videosini chiqaraman. Tekshiruvni birinchi bo'lib mana shu qo'shni uydan boshlayman. Juda ham shubhali ko'rinyapti. Hoy janob, siz men bilan ketishga majbursiz. Hoy janob, menga nima bo'layotganini tushuntirib bera olasizmi? Avvalambor bostirib kelganim uchun uzr. Ammo janob, siz o'g'irlikda ayblanyapsiz. Siz janob merning uyidagi olmoslarning o'g'irligida ayblanyapsiz. Men hech qanaqa olmoslarni bilmayman. Men siz bilan ketishni ham xohlamayman. Janob, ammo bu iltimos emas, bu buyruq. Iltimos, kuch ishlatishga majbur qilmang. Hop, men hozir nima qila olaman? Men bilan boshqarma gapirishingiz kerak. Qani, oldimga tushing. Ha, mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Ana endi o'zingizga keldingiz. Qonun hamma uchun barobar. Endi qaysi tarafga? Oldin to'g'riga yuramiz, keyin chapdagi eshikdan kiramiz. Mana yetib ham keldik. Boshliq, sizga yaxshi xabarim bor. Men o'g'rini ushladim. Men axir o'g'ri emasman. Ha, hamma o'g'rilar shunaqa deydi. Ko'p gapirmasdan tezroq kiring. Hoy, kirkangizni sandiqqa qo'ying. Mana shu sandiqqami? Ha, shu sandiqqa. Va tezroq kiring. Sizga maslahatim, qochishga ham urinmang. Bu qamoqxonadan hali hech kim qochib qutulmagan. O'g'irlikni fosh qilganim uchun endi meni maoshim ham oshadi. Lekin bu yerda anglashilmovchilik bo'ldi. Bu yerda hammasi aniq va ravshan-ku. Siz o'g'risiz, men sizni qo'lga oldim. Endi esa janob boshliq mening maoshimni ko'taradi. To'g'rimi janob boshliq? Buni o'ylab ko'raman. Do'stlar, ko'rdinglar, men o'g'rini muddatdan avval ushladim. Bu uchun menga mukofot bersa kerak janob mer. Ammo olmoslar unda yo'q ekan. Balkim boshqa birovdir. U o'g'ri emasmi, o'g'rimi? Surishtirib ko'raman atroflarni. Shunda haqiqiy javob kalitini topaman. Qani boshqa joyni ham bir tekshirib ko'raychi. Avvalambor shu janob merning uyini tekshirib ko'raman, o'g'rilik sodir bo'lgan joy. Bu yerda sandiq bor. U yerda ikkita bo'lishi kerak edi. Mana bu xonadonni ham tekshirib ko'raman. Bu yerda narsalar joy-joyida. Qani o'zini uyini ham. Voy, kim bo'ldi? To'xta, nimaga sabziylarni o'g'ri deyapsan? Hoy, men axir oddiy ishchiman. Aldama, sen hozir o'g'irlik qilayotgan eding. Yana qanaqa o'g'irlik? Axir men shu qishloqning yangi fermeri bo'laman-ku. Hozirgina men seni jinoyat ustida qo'lga oldim. Men seni qo'lga olaman. Siz men qo'lga olishingizni oldin men sizga muhim yangiligim bor. Yana qanaqa yangilik? Ortingizda cho'chqalar to'dasi. Hech qanaqa cho'chqalar yo'q-ku. Hoy, to'xta, meni Keling, aldadingmi? tutib oling. Hoy, to'xta, yaramas. To'xta, baribir yetib olaman, to'xta. Oldin tutib oling. Meni hali hech kim tutib ololmagan. Mendan esa hech kim hali qochib qutulmagan. Men adashib boshqa odamni qo'lga olibman-ku. Mana yaramas, mana hammasi senday bo'ldi. O'g'ri. Mana hozir yana bitta zarba, yana mana. Hozir seni o'ldiraman. Mana yana bitta. Yana. Oxirgisi. Ha, mana hamma olmosi oltinlar senda ekan-ku, yaramas o'g'ri. Mana shuncha. Insofing bormi o'zi? Bundan oldin nechta uyni o'marding? Hay, yaramas,
Men adashib boshqa odamni qo'lga olib qo'yibman. Endi undan uzr so'rashi to'g'ri keladi. Ha, yaxshiyam o'g'rini tezroq qo'lga olibman. Yo'qsa ish chigallashib ketardi. Oldinroq kallamga kelmaganini qarang. Axir men bir necha kun oldin uyimga kamera o'rnatgandim-ku. O'shani tekshirib ko'rsam bo'lmasmidi? Hozir uyimga kirib tezroq kameramni tekshiraman. Aldin janob menga aytsam ekan. Yo'q, u men urishib beradi xato qilganim uchun. Tezroq qana. Mana shu yerda mana juda ham ko'p kameralar bor. Uyimda esa yashirin kameralar bor. Hozir hammasiga ishonch hosil qilamiz. Ha, adashmasam janob merning uyi shu bo'lishi kerak. Qani kirib ko'raychi. Kamerasi yo'qmikan? Ha, mana shu sandiqda bo'lsa kerak hamma boyliklar. Voy, buning shuncha olmos bor ekan, yana xasislik qilishi ko'laymi? Qani, hech kim ko'rmadimi atrofga qarab? Tezroq qochib qolish kerak, yo'qsa kimdir ko'rib qoladi. Do'stlar, Rustam ham qamoqdagi odam o'g'ri emas ekan. O'g'ri bu boyagi o'ldirgan qaroqchim ekan. Uni olmoslarini oldim-ku, muhimi ham shu. Hozir undan uzr so'rayman agar ko'nmas, unga anchagina zumrad berishga ham tayyorman. Janob mer, men o'g'rini topdim. Qanaqasiga o'g'rini topasan? Axir u shu yerda-ku. Hozir men kirkani olib, uni ozod qilib va undan kechirim so'rayman. Janob, ming bor uzr, bu yerda anglashilmovchilik bo'ldi. Anglashilmovchilik bo'ldi degandim-ku. Meni kechiring, men sizga quloq solmagan edim. Men ovqatlanmaganimga 3 kun bo'ldi. Juda ham qornim och. Men sizga aybimni yuvish uchun juda ham ko'p zumradlar beraman. Rozimisiz? Zumrad deganda kim yo'q deydi. Albatta menga ham zumradlar kerak. Xo'p, mayli, kelishdik. Mana shu zumradlar sizga. Oling. Mana buni ham oling. Mana bu qilich ham sizga sovg'a, ola qoling. Uyalmasdan. Qornim och deyotgandingiz-ku. Ha, aytgan edim. Mana bu steykdan ham oling. Qorningizni to'qlab oling. Endi oramiz ochiq ekan, uyingizga ketsangiz ham bo'ladi. Bu ishlardan so'ng ancha-muncha boylik topdim. Ha, bu nima bo'pti? Siz bilan kelishib olganimiz o'zi bu baxtku. Mana uyingizga bora qoling endi, janob. Ha, mayli, ko'rishguncha. Hammasini ko'rdinglar do'stlar. Men o'sha nohaq ayblangan bratimiz bilan kelishib oldim. Ular men ustimdan arz ham qilmadi. Men ham u odamga nimadirlar taklif qildim. Hoy janob, hamma bilan xayrlashib qo'ying kelib endi. Agar video yoqqan bo'lsa, podpisat tugmasini bosib qo'yamiz. Like bilan bosib, keyingi video nima haqida bo'lishi kommentariyada yozib qolishni ham unutmang.